Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizda siz bilan Instagram akkauntini yo'ldan ochish va uni professional akkauntga o'tkazish hamda parol tiklash, umuman Instagram akkaunt ochilganda nimalar qilishimiz kerakligini bir ko'rib chiqamiz. Bu nima uchun kerak desanglar, aynan food blogging yuritish sohasida, umuman blog yuritish sohasida Instagram akkauntini to'g'ri ochish hamda nastroyka qilish juda ham muhim. Ayni vaqtda sizlar bilan telefon orqali Instagram akkaunt ochish haqida gaplashamiz. Xo'p, men ayni vaqtda ko'rib turganinglardek o'zim akkauntimda turibman. E'tibor bermaysizlar, o'zim akkauntimga deyarli ishlamaganman, shuning uchun kamroq obunachi bor. Men asosan klientlarim, mijozlarim akkauntlarga ishlayman. Misol uchun bu yerda akkauntlar bor, Goodwill Uzbekistan akkauntimiz bor, hamda Gulshon opaning akkauntlari bor, umuman. Va boshqa akkauntlarga men o'z SMM faoliyatimni olib boraman. Endi sizlar bilan yangi akkaunt ochish qanaqa bo'ladi? Pastda ko'rib turganinglardek, mana bu tugmani bosyapman. Chiziqcha, past chiziqcha belgisini. Bosgandan keyin добавить akkaunt Instagram degan yozuv chiqadi bizda. O'shani bosaman. Sizlarda ikki xil tanlov chiqadi. Birinchisi, войти в существующий akkaunt, bu oldin ochilgan akkauntingiz bo'lishi mumkin yoki kimdir akkauntga kirmoqchi bo'lishingiz mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun bu yerda o'sha tugmani bossangiz, siz kimdir akkauntga login parol kiritish orqali kirmoqchi bo'lasiz. Lekin hozir sizlar bilan yangi akkaunt ochish haqida gaplashamiz. Shuning uchun chiqib olamiz hamda добавить akkaunt Instagram degan joyda bosamiz. Создать новый аккаунт. Создать новый аккаунт degan joyda bosganingizdan keyin sizda ikki xil nomerlar chiqadi. O'zingizlar nomerlar chiqishi mumkin bu yerda. Bu yerga endi o'zimiz ochmoqchi bo'lgan username, ya'ni o'sha Instagram faoliyati olib bormoqchi bo'lgan nomimni yozaman. Nurimon Nabiyev. Pas chiziqcha SMM. Agarda bu ism bo'sh bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri belgisi chiqadi, ya'ni pitichka chiqadi. Agarda band bo'lgan bo'lsa, agar kimdir ishlatayotgan bo'lsa, X rangi chiqadi. Shuning uchun e'tibor berishlar kerak. Agarda siz foydalanmoqchi bo'lgan o'sha username yoki o'sha Instagramdagi ism band bo'lishi ham mumkin. Ochamiz hamda parol o'ylab topishimiz mumkin. Bu yerda qanaqa parol o'ylab topsangiz bo'ladi. O'zingizlarga ma'qul bo'lgan parolni o'ylab topsanglar bo'ladi. Va bizda umuman yangi akkaunt noldan ochildi va завершить registratsiya degan joyda bosamiz. Добавить nomer telefon va elektron adresni hozircha qo'shmay turamiz. Uni alohida qo'shamiz. Va sizdan nimadirlar so'ruv chiqsa, propustit o'tkazib bularda hozircha. Va bizda ko'rib turganinglardek yangi akkaunt turibdi. Nol akkaunt. Buni izmenit tugmasini bosamiz va bu yerdan o'zimizga rasm joylasak bo'ladi, o'zimizning rasmlarimizdan umuman. Va ismimizni yozib qo'ysak bo'ladi bu yerga, imya degan joyga Nurimon. Bu ism bilan narigi Instagramda foydalanuvchi ismi bu ikki xil narsa. Bu ismingiz shunchaki akkauntga kirgandagina bilinadi. Foydalanuvchi ismi esa aynan o'sha foydalanuvchi ismi orqali sizni Instagramda qidirishadi va topishadi. Misol uchun Gulshon opada bu Gulshan Kitchens. OSB degan joyiga siz o'z haqqingiz ma'lumotlar yozasiz. Misol uchun aynan men yozadigan bo'lsam, marketing sohasida uch yillik tajriba, marketolog, Goodwill. Bu yerda shu aynan Goodwill akkauntini belgilab qo'ysam bo'ladi. O'sha aynan men yuritadigan akkauntim. Ko'rdinglarmi? Shunaqa. Va umuman o'z haqqingiz ma'lumotlar kiritib qo'yasiz. Va gotovo degan joyda bosangiz, sizda tayyor bo'ladi. Добавить ссылка degan joyda siz o'z uchun har xil ссылkalar qo'shib qo'yasiz bu yerda. Misol uchun Telegram akkauntingizmi yoki manzilingizmi, umuman har qanday ссылканы qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda URL degan joyda siz ссылка kiritasiz. Zagolovka degan joyda siz yozasiz o'sha kiritmoqchi bo'lgan ссылкangiz nomi nima. Misol uchun bu yerga ko'pchilik Telegram kanali ссылкасini, ссылка degani как havola o'zbek tilida. Havolani kiritganingizdan so'ng zagolovka degan joyiga aynan Telegram bo'lsa, Telegramda yozib qo'yasiz, YouTube bo'lsa, YouTube. Hozircha menga shart emas bu. Va pol degan joyiga o'ziga ma'qul bo'lgan polni belgilab qo'yasiz. Musko, женский.
Endi shu yerda bizda qilishimiz kerak bo'lgan ish bo'ladi. Переключиться на профессиональный аккаунт degan joyda bosamiz. Bu oddiy akkauntni aynan biznes faoliyatini olib boruvchi akkauntga o'tkazish uchun juda ham muhim bo'lgan burilish bo'ladi. Dali degan tugmani bosamiz hamda bu yerda o'zimiz uchun kategoriya tanlaymiz. Misol uchun siz kimsiz? Muzikantmisiz, blogermisiz? Umuman kim bo'lishingizdan qat'iy nazar aynan shu yerda o'zingizga kategoriya qo'shasiz. Misol uchun siz aynan blog yuritmoqchi bo'lsangiz, siz bloger deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol uchun agarda sizda kiyim-kechak do'koningiz bo'lsa, adejda deb yozsangiz bo'ladi. Agarda o'quv markazingiz, maktabingiz bo'ladigan bo'lsa, образование umuman o'zingizdan kelib chiqqan holatda yozaverasiz. Keldi men sizlarga bloger deb yozib ko'rsataman va показывать va profili degan joyda, ya'ni bu aynan yozgan joyi kiritgan shu bloger deb tanlaganim profili boshqalarga ko'rinib tursinmi, ko'rinib turmasinmi degan joyi. Men ko'rinib tursinni belgilab qo'ydim, mana yoqib qo'ydim va переключиться на профессиональный аккаунт degan joyda bosdim. Va sizda ikki xil tanlov beradi. Bu qanaqa tanlov? After account, business account. Endi qarang. Agarda siz o'zingiz uchun ochayotgan bo'lsangiz, misol uchun men Nurimon Nabiyev uchun ochayotganligim uchun men after account qilib ochaman. Ya'ni men shaxsman. Shaxs sifatida ochayotgan bo'lsangiz, agarda siz birorta biznesingiz uchun ochayotgan bo'lsangiz, misol uchun meni Media Group marketing agentligim bo'lsa, uni business account qilib ochaman. Ya'ni after account emas. Ya'ni agarda siz biznesingiz uchun ochilayotgan bo'lsa, bu biznes qilib ochasiz. Agarda siz o'zingiz lичный brendingiz uchun ochilayotgan bo'lsa, after account qilib ochasiz. Va okay degan joyda bosamiz. Bu shart emas, nechachasi degan joyda bo'lsangiz va sizlarda qanaqadir shakllarni bajarish degan narsalar chiqadi. Bular muhim emas. Bu shunchaki Instagram berayotgan rekomendatsiya, ya'ni shularni qilsang yaxshiroq degan narsani aytadi, lekin bularni обязательно qilishingiz shart emas. Shuning uchun ikkita bosib chiqib ketaveramiz. Va ko'rib turganingizda akkauntimiz deyarli tayyor. Xo'p, endi keyingi bo'lib biz sizlar bilan post joylashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana plus degan joyda bosamiz hamda publikatsiya degan joyda rasm joylashimiz mumkin. Xo'p, buni bosdim. Добавить daleni bosganimizdan keyin bizda mana qo'yna chiqadi. Bu yerga biz matn joylasak bo'ladi. Misol uchun video haqida yoki post haqida tafsil yoziladi bu yerga. Ya'ni o'sha haqida ozgina ma'lumot. Shunday oпрос o'tkazsangiz bo'ladi, misol uchun video sizga yoqdimi degan. Video yoki rasm sizga yoqdimi? Ha, yo'q. Demak, oprosni ham qilib qo'ydik. Endi отметить людей degan, siz kimnidir do'stingizni belgilamoqchisiz, to'g'rimi? Aynan shu postda. Keyin shuni o'zim akkauntimni belgilab ko'raman. Отметить людей degan joyda bosamiz va bu yerda men kimnidir belgilamayman deb пригласить соавтор, ya'ni kim bilandir birgalikda post joylayman. Ko'rgan bo'lsanglar kerak. Misol uchun kimdir post joylagan bo'ladi va u kim bilandir birgalikda post joylagan bo'ladi. Ana shuni ko'rib chiqamiz. Пригласить соавтор degan joyda bossak, men asosiy akkauntimni qidiraman. Mana o'zim asosiy akkauntim bu ketdi. Gotovo degan joyda bosib qo'yaman va menga soavtor qilish bo'yicha zapros yuborildi. Endi место, siz ayni paytda qaysi lokatsiyadan turib bu videolarni, postlarni joylayapsiz, o'sha narsani kiritib qo'yasiz. Misol uchun ayni paytda biz Toshkentdamiz va postni o'zida hozir Instagramda rekomendatsiya beradi, muzikalar qo'shish. Har xil muzikalar. Buni ko'pincha foydalanishmaydi, yaxshi katta brendlar. Lekin siz foydalanib post joylaysangiz bo'ladi, oddiy rasm. Va eng muhimi, siz bu narsani добавить напоминание degan joyi siz kimnidirga eslatma qilib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun, biron bir ochilish marosimi bo'lsa, biron bir tadbiringiz bo'lsa, aynan vaqti yozilgan bo'lsa, siz vaqtini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun, ochilish marosimi начало degan joyda bossangiz, misol uchun 3-mart kuni 22:20 da ochiladi degan narsani bosib qo'ysangiz, gotovani bosasiz va postda chiqib turgan bo'ladi bu narsa. Va поделиться degan joyda bosamiz. Da. Nechachasida bosamiz? Facebookda ulaysanmi deyapti. Yo'q, hozircha ulamay turaman. Xo'p, biz birinchi postimizni joylab oldik.
ko'rib turganlaringizda hali biz bilan kollaboratsiya post joylangani yo'q Nalik akkauntim bilan. Menga zapros yuborildi, ya'ni so'rov yuborildi. Men qachonki Nalik akkauntimga kirib qabul qilsamgina bu birgalikda post joylaymiz. Sizlarga aytgan mana bu napoнимание degan joyi, ya'ni eslatuvchi joy. Bu xuddi budilnikka o'xshagan narsa. Mana bu bossanglar chiqib turadi, ko'rdinglarmi? Shunaqa. Va statistika degan joyda bossanglar, har bitta telefoninglar post joylaganlar turadi. Bu nechta komment yig'di, nechta like bosildi, nechta odamga jo'natildi va nechta saqlandi. Hammasi bu yerda ko'rinib turadi. Kelinglar, sizlar bilan video ham joylab ko'ramiz. Video reels shaklda joylaymiz bu anaqani videoni. Nima uchun video reels bo'yicha joylayotganimiz sababi, agarda siz video joylayotgan bo'lsangiz, bu video davomiyligi 15 sekunddan 1,5 minutgacha bo'ladigan bo'lsa, siz bu videoni video reels orqali joylaysiz, ya'ni reels orqali joylaysiz. Agarda siz 1,5 minutdan ko'proq, misol uchun 3 minutlik, 5 minutlik videolaringiz bo'ladigan bo'lsa, buni publikatsiya, ya'ni o'sha birinchisi orqali joylaysiz. Bu yerda turibdi. Biz ko'rsataman sizlarga, buni plus bosganinglarda publikatsiya, istoriya, video reels degan joyi bor. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda prямой efirga chiqsanglar ham bo'ladi. 36 sekundlik bo'lganligi uchun men video reels qilyapman. Dalini bosamiz. Va bu yerda izmenit обложка degan joyi ham bor. Bu обложка degani bu videoni ustida turadigan anaqasi, qoplamasi. Video aynan postda qanaqa ko'rinadi bu? Ko'rdinglarmi? Buni o'zgartirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Videoni o'zidan kelib chiqqan holatda mana bu yerga kelib, qayerda bosdim? Aynan izmenit обложка degan joyda bosdim. Setka profili. Mana tayyor обложка tayyor bizda. Va bu yerda video tasvir, video haqida tafsir yozasiz. Va отметили deb belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda добавить metka joyi. Misol uchun agarda siz o'sha odam bilan soavtor emas, ya'ni o'sha kollaboratsiya qilib emas, просто o'sha odamni belgilab qo'ymoqchisiz deylik. Uning uchun добавить metka joyini bosib qo'yasiz. Shunchaki belgilab qo'yasiz xolos u odam bilan. Ya'ni u odam bilan siz birgalikda post joylamaysiz, shunchaki belgilab qo'yasiz. Gotovani bosdim. Belgiladim hududini. Bo'ldi. Dalini bossam, menda Instagramga video joylanadi. Ko'rib turganlaringlardek, menda birinchi reels joylandi, mana. Mana metka degan joyda bossam, o'sha belgilangan joy chiqadi. Bu qolganlarda ham ko'rinib turadi. Siz videoyingizni tomosha qilayotgan odamda. Buni asosan blogerlar, umuman kimdir do'stlarni belgilab qo'ymoqchi bo'lgan odamlar foydalanishadi bundan. Xo'p, buni belgilaymiz va kelinglar, hozir aynan sizlar bilan joylagan postimizni repost qilishni ko'rib chiqamiz. Bu repost ya'ni istoriyaga joylash. Bu qanday bo'ladi? Videoga bosamiz hamda jo'natish tugmasini bosamiz. Va добавить va история degan joyi bor bu yerda. Bosdik. Mana bunaqa chiqib qolishi mumkin. Bir marta bossangiz, bu kichrayishadi. Va shu orqali siz istoriya qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni stories qo'ysangiz bo'ladi. Biz hozir sizlar bilan post joyladik, video joyladik. Bularda aynan istoriyada qanaqa ko'rinishini ko'rib olsanglar bo'ladi. Xuddi shunday ko'rinadi. Va siz pastdagi display, ya'ni ko'z orqali nechta odam istoriyani ko'ryapti, nechta odam like bosgan, uni kuzatgan, kimgadir jo'natgan bo'lsa, hammasi shu yerda ko'rinib turadi. Xo'p, biz shu vaqtgacha qaysi ishlarni amalga oshirdik? Keling, bir sanab chiqamiz. Birinchi bo'lib, biz umuman Instagram akkaunt, yangi akkaunt ochib oldik va o'sha akkauntni professional akkauntga, ya'ni biznes akkauntga o'tkazib oldik. Ya'ni after akkauntga. After account o'tkazganimizdan so'ng biz redaktировать profil yoki o'sha izmenit profil degan joyda bosib ism qo'ydik hamda OCB, ya'ni bio ma'lumotlarimizni yozib oldik. Marketing sohasida 3 yil, marketolog Goodwill Uzbekistan qilib. Pol belgiladik va hammasini kiritib qo'ydik bu yerga. Xo'p, bizda asosiy, ya'ni boshlang'ich etaplar tugadi. Endi biz sizlar bilan keyingi etaplarda o'ylab chiqamiz. Ya'ni biz kelajak uchun hozirdan qadamlarimizni bosib qo'yamiz. Bu qanaqa qadamlar bo'ladi? Misol uchun bu akkauntimizni biz yo'qotib qo'ydik deylik yoki misol uchun biz boshqa akkauntdan yoki boshqa telefondan kirmoqchimiz. Aynan qanday kira olamiz, nima qilishimiz kerak, ya'ni parolni unutib qo'ysak. Va bu narsalarni hozir sizlar bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Tepadagi menyuni bosamiz.
Menyuni bosganimizdan so'ng biz sizlar bilan Center Account degan joyda bosamiz. Va bosganimizda parol безопасность, lishniy informatsiya va boshqa belgilar turgan bo'ladi. Tugmalar. Biz sizlar bilan lishniy informatsiya degan joyda bosamiz. Lishniy informatsiyaga kirib turib, biz bu yerda ko'rib chiqamiz, ya'ni qaysi email ulangan, ulanmaganligini. Misol uchun kontakt informatsiyada bu yerda email ulangani chiqib turibdi. Buni men shaxsan ulamadim, bu o'zidan o'zi ulanib qoldi. Keyin sizlar bilan boshqa email ulaymiz. Добавить kontakt informatsiya qilamiz. Buning uchun добавить nomer mobilniki telefoni, ya'ni nomer qo'shasanmi, email qo'shasanmi deb so'rayapti. Nima uchun nomer kiritmasligimiz kerak? Nima uchun aynan nomer orqali biz parol tiklolmaymiz desanglar, ayni paytda Instagramdan, Facebookdan xabarlar kelmayapti telefon nomeringizga. Menimcha sizda bunaqa holat bo'lgan bo'lsa kerak. Shuning uchun lekin elektron adresga, ya'ni Gmailga bu xabarlar keladi, aniq. Добавить elektron adres degan joyga kiritamiz. Va bu yerga men elektron adresimni kiritaman. nurimon.gmail.com va o'sha Instagram akkauntimni kiritib qo'yaman. Dalini bosdim. Aynan shu kiritgan emailimga kod boradi va bu kod orqali kirib olaman. Email o'zi nima, bu qanaqa ochiladi deyishlar mumkin, shunaqa savol bo'lishi mumkin. Agarda siz YouTube ga kirayotgan bo'lsangiz, ayni paytda sizda aniq ayni paytda email bor. Shunchaki siz u narsani qayerdaligini bilmaysiz. Buni bilishni ko'rsataman sizlarga. Chiqib ketdim va Gmail degan joyda qidiramiz. Mana bizda ko'rib turganingizdek Gmail. Yerga har xil akkauntlarimni ma'lumotlari bor. Buni bosdim hamda hozir kiritgan akkauntimni kiritaman. Kiraman. nurimon.gmail.com kirdim. Ko'rib turganlaringizda hozir bu yerda ko'rinmayapti. Biz все pochta degan joyga o'tamiz. Yoki выходящий degan joyda qidiramiz. Mana, все pochta degan joyga o'tdik. Ko'rib turganlaringizda Instagramdan xabar kelgan bizga 369 788. Dalini bosdim. Va bizda elektron adresimiz kiritildi. Umuman siz shu aynan Gmail orqali siz internet orqali zakaz qilayotgan, umuman internetdan, Googledan ma'lumotlaringizni bemalol boshqara olasiz. Bu xuddi telefon nomeringizdagi SMS tugmasiga o'xshagan. Buni shunchaki bu onlayn amalga oshiriladi. Endi sizlar bilan shu akkauntimdan chiqib ketaman-da, qaytadan kirib ko'raman. Ya'ni забыл parol qilib kirib ko'raman. Qani kira olamanmi, kira olmaymanmi? Выйти qilamiz. Umuman esdan chiqib ketish uchun 3 ta tugmani bosib turib, bu yerdan to'liq o'chirib olamiz bu akkauntimni. Udalить qildim. Ko'rib turganlaringizda использовать другой профиль degan joyda bosaman. Boya esinglarda bo'lsa aytdim, boshida использовать va существующий аккаунт degan joyda bosganimda chiqadigan joy bu. Mana bu akkauntim turibdi, buni o'chirib yuborsam ham bo'ladi. Endi забыл parol qilaman. Забыл parol qilayotganinglarda iloji boricha aynan o'sha kirmoqchi bo'lgan akkauntingizni username, ya'ni Instagram foydalanuvchi nomi esinglarda turgan bo'lishi kerak. Kelinlar o'shani kiritamiz. Bu orqali kirish osonroq. Bu yerda aytayaptiki, elektron adres orqali kirsang bo'ladi yoki imya pользователь orqali kirsang bo'ladi, deyapti. Nima uchun elektron adres orqali kirib bo'lmaydi desanglar, biz bitta emailda 2-3 ta akkaunt ulashimiz mumkin, lekin bitta imya pользователь, bitta nom ikkita joyda bo'lmaydi hech qachon. Shuning uchun biz nomdan foydalanamiz, ya'ni Instagram foydalanuvchi nomidan. Nurimon Nabiyev _ SMM edi. Bizi Instagram foydalanuvchi nomimiz. Продолжить degan joyda bosaman. Bizda WhatsApp ga kod boryapti, o'shan orqali kir deyapti. Попробовать другой способ degan joyda bosamiz. WhatsApp ga kod bo'lmasini email ga xabar kelsin. Продолжить degan joyda bosdim. Va email ga xabar boradi. Va biz yana Gmail ga kiramiz. Mana xabar keldi. Mana Voyti bez paroli, ya'ni sen shunchaki akkauntingga kirmoqchimisan yoki sbros paroli yoki parolni tiklamoqchimisan deyapti.
Parol tiklamoqchi bo'lsangiz, biroz parolga bosasiz. Agarda shunchaki kirib olmoqchi bo'lsangiz, o'sha akkauntga voyti bez parolli degan yozuvni bosasiz. Men shunchaki kirib olmoqchiman va bu pastdagi kelgan 6 talik kod raqamini kiritaman. Bu 179 485. Buni kiritdim. Mana akkauntimga kirdi. Ko'rib turganlaringizda biz hozir esimizdan chiqib qolgan akkauntimizni aynan email kiritish orqali parolimizni tiklashimiz mumkin yoki o'sha akkauntimizga kirib olishimiz mumkin. Bu juda ham muhim. Ko'pchilik Instagram parolini esdan chiqarib qo'yadi, o'sha akkauntga kira olmaydi. Ya'ni agarda o'sha vaziyatda, misol uchun parolimiz esimizdan chiqib qolgan vaziyatda bizda o'sha elektron adresimiz Instagram akkauntimizga kiritib qo'yganligimiz juda ham muhim. Agarda siz kiritib qo'ymagan bo'lsangiz, maslahat beraman, hoziroq kiritib qo'yishda. Sababi bu keyinchalik o'sha akkauntga kirish imkoniyatingizni yana ham oshiradi. Ha, bo'lishi mumkin, agarda siz Instagram postlaringizga o'zingiz rasmlarni joylagan bo'lsangiz yoki kimgadir podpisatsiya bosgan bo'lsangiz, bu akkauntga misol uchun o'sha email bo'lmasa ham, nomer bo'lmasa ham kira olasiz, lekin bu hozirgi aytayotgan yo'lim ancha osonroq va soddaroq. Agarda siz telefon nomer ham, email ham ulamagan bo'lsangiz, shunchaki o'sha akkauntga kira olmoqchi bo'lsangiz, bu juda ham ko'p vaqt talab qiladi sizdan. Shuning uchun imkoningiz borida aynan telefon nomer yoki elektron adresingizni kiritib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, ayni paytda biz sizlar bilan Instagramda bajarilishi kerak bo'lgan eng asosiy ma'lumotlarni, ya'ni eng asosiy qilinishi kerak bo'lgan ishlarni ko'rib chiqdik. Xudo xolasa, keyingi darslarimizda biz sizlar bilan Telegram hamda YouTube bilan ishlash bo'yicha boshlang'ich darslarni ko'rib chiqamiz. Hali eng qiziq darslar oldinda bizni kuzatishda davom eting. Keyingi darslarda ko'rishguncha